Eng tez urilgan gol 6 soniyada ekanligini bilarmidingiz? Hammaga salom bolalar. Bugun shu haqda, ya'ni eng tez urilgan top 7 ta gol haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa ketdik. 7-o'rin Hakan Shukur. Bu o'yin Janubiy Koreyaga qarshi 2002-yilda bo'lib o'tgan. Gol 10.8 soniyada urilgan. Bu gol FIFA tarixidagi eng tez urilgan gol bo'lib tarixga kirdi. 6-o'rin Roy Makay. Bu gol 2007-yil Real Madridga qarshi o'yinda urilgan. Gol 10.1 soniyada urilgan. 5-o'rin Karim Bellarabi. Karim Bellarabi atiga 9 soniya ichida Borussia Dortmund darvozasini ishg'ol etdi. Bu gol Bundesliga tarixidagi eng tez urilgan gol hisoblanadi. To'rtinchi o'rin Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bu golni 8 soniya ichida darvozaga joyladi. Uchinchi o'rin Shane Long. Bu gol Shane Long tomonidan 2019-yilda amalga oshirilgan. Bu Premier Liga tarixidagi eng tez urilgan gol hisoblanadi. Gol 7.69 soniyada urilgan. Ikkinchi o'rin Joseba Llorente. Gol 2008-yil Espanyolga qarshi o'yinda urilgan. 7.22 soniyada urilgan. Nihoyat birinchi o'rin Rafael Leao. Bu gol Sassuologa qarshi Rafael Leao tomonidan urilgan gol. 6.20 soniyada urilgan. Video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Like va obuna bosishni unutmang. Shu video 100 ta likedan keyin keyingi videoni chiqaramiz.